Shohjahon Jo'rayev. Bilsan, ukajonim, katta bola bo'lib qolding. Kecha menga intervyu jo'natishibdi. Men san oldinga borib kechirim so'raganman. Men uzr so'rabman sendan. Sen g'alatiroqmisan yoki yosh bolamisan? O'zing kelding. Assalomu alaykum akajon deb kelding. Saloming bo'lgani uchun men bilan sen bilan so'rashdim ukam. Men Rabbimsan, sendan kechirim so'rashmas. Seni dadangni oldiga so'rashgani men bormaganman. To'yda to'g'ri kelib qolganmiz, birga ashula aytganmiz. Shu hayotimda shu 3 marta to'yda ko'rdim. Doim menga tashab yurardi dadang rahmatli. Sen meni o'zing bilan tengman. Men o'zimning yo'nalishim bor, san'atkorman. Sen dadalaringning oldiga san'atkorman. Kelmadi. Sen sizlar gapiryapsan, men sen dadangdan sal kichkinaman xolos. Meni dada degan, aka deganman ukam.